Bir umr sartarosh bo'lmasam kerak deyardim. Men boshida sartarosh bo'lgansiz. Ha, boshida sartarosh bo'lganman-da. 20 ta, 25 ta somsa qilinadi. Uning ham bir 12 tasi ortib qoladi. Shunaqa Xudo berdi, tushimda ko'rmagan savdolar bo'lganda. Tushunyapsizmi? Qo'limga unaqa pul ushlamaganman-da. Eng ko'p sotganingiz bir kunda qancha bo'lgan? Bir kunga 7000 ta somsa sotganmiz. Bir oyda shunchalik butun hamma joy his qilyapti-da. Nafaqat O'zbekiston. Turistlar hamma joydan keladi. Masalan, qo'limda 113 ta xodim ishlaydi. Eng katta yopgan somsangiz 10 kilolik. 10 kilolik. Shunda Instagram o'chaman. Uni yeng, buni yeng, ko'chirmachilar. Ko'chirmachilar deganman, to'g'ri. O'yinlarni birga bir ko'chiryapti. Mayli, ko'chirsin, men norozi emasman. Faqat kopiya qilyapti-da. Men masalan nima qilsam shuni qilyapti. Rosa xursandman shu insonlar qilganiga. Biz ochilganimizga 2 yil bo'ldi. Uni ochilganiga 30 yilda biz yetib bo'ldik.